Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimiz Xudo xolasa Andijon viloyati Sharxon tumanida bo'ldi. Uzun tok, Xudo xolasa turbadan bo'ldi hamma yo'g'i. Tepasi 32 lik, pasti 25 lik. Xudo xolasa mana stoykalari chiroyli holatda, beldamlarigacha qo'yilgan holatda chiroyli qilib bitirib berdik. Kimga mana shunaqa uzun toklar kerak bo'ladigan bo'lsa, zamonaviy uzun toklar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Oddiy variantlarda ham, Xudo xolasa, gulli variantlarda ham, boshqacha variantlarda ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa narxlarimiz kelishgan holda bo'ladi. Hop, mana ko'rib turganlaringizdek uzun tokimiz juda chiroyli holatda bitib egasini qo'liga topshirdik. Ko'rib turganlaringizdek juda chiroyli holatda. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa O'zbekiston qayeridan bo'lishidan qat'iy nazar kelishgan holatda chiroyli qilib beramiz. Mana akaga Xudo xolasa qo'shimchasiga bitta kachalag ham yasab berdik. Chiroyli qilib. Xudo xolasa kachalaymi, boshqa narsami, Xudo xolasa nima bo'lishidan qat'iy nazar temirdan yasaladigan narsa hamma yasalaveradi. Bundan tashqari tom navislar ham quramiz. Kottejlari darvozaxonasini o'rtasiga ham Xudo xolasa tom qilib yopib beryapmiz hozirgi kunga. Aloqaga chiqaverasizlar, xohlasizlar konteyner materialdan, bo'lmasa bozor profillaridan, turbalardan qilib beraveramiz. Video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.